Avtomatik mana bu. Shaskani kiyamiz, ularga o'xshab bosaveramiz. Ketdik endi. Xullas, biz yetib keldik Vyetnamda Phuoc orolchasida, ya'ni kanatli daraga, o'sha dunyoda eng katta va uzun bo'lgan 8 kilometrlik kanatli daragaga kiramiz. Hozir borib ko'ramiz, qanaqa ekan. Ko'ramiz, havo issiq, 30 gradus issiq. Mana shunaqangi joyda juda ham ajoyib joylar bor ekan, ko'ryapsizlar mana. Go'yoki ertaklardagi shaharga tushib qolganday bo'lasiz. Odam yo'q. Mana bu yerda Sunset Town deydimi, ana shu joyga kelaverasizlar. Mana. Juda ham yoqdi menga. O'zi mana shu Phuoc oroliga 3-kunim bo'lsa, bugun 3 kun bo'ldi kelganimga men ketkim kelmay qoldim. Bunaqangi sivilizatsiyalashgan, bunaqangi arzon men orolni ko'rmaganman, to'g'risi. Mana buni qarang, buzilgan zdaniyani mana shunday qilib o'xshatishgan menimcha. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Qanaqangi joyga kelib qoldik? Qanaqangi joyga kelib qoldik, e'tibor beringlar. Bunaqasini ko'rmaganman men. Go'yoki o'sha nechinchidir jahon urushlarida xuddi mana shular ishtirok etgan degan nimada monumentlarni qo'yib qo'yibdi, buni qarang. Monument. O'sha ritsarlarning monumentlari, qaranglar. Qaranglar, bunisini qaranglar. Ritsarlarning monumentlari. Mana shunaqangi joylar tepaga chiqsak ham bo'lar ekan. Buni qaranglar sizlar. Qanaqangi o'xshatgan buni qarang. Ikkinchi ritsarni qarang. Tepani o'xshatganmi qarang mana. Yedirilib ketgan va o'pirilib ketgan. Yo'q, bo'lganmikan shu zdaniya haqiqatdan ham shunaqa bo'lganmikan? Mana. Mana tepasini olamiz desak, tepasi ham qo'parilib ketgan. Bu endi mana shunaqangi me'moriy yodgorlik bo'lib qolib ketganda endi. Ko'pchilik biladi, Vyetnamda bilasizlar 1945-yildan 1975-yilgacha, ya'ni 30 yil urush bo'lib o'tgan. Oldin Vyetnam fransuzlarga qaragan. Undan keyin amerikaliklar bosib olmoqchi bo'lgan. Bu yoqda sovetlar bosib olmoqchi bo'lgan. Xullas, aql bilan Amerikani yenggan xalq bu. Biron joyda bir milisani ko'rmadim. Biron joyda radar ko'rmadim. Biron joyda bir yo'l belgi ko'rmadim. Svetofor ko'rmadim. Mana. Bunisiga nima deysizlar endi, do'stlar? Bunisiga nima deysizlar? Mana shu dunyodagi eng uzun kanat mana shu bo'ladi, do'stlar. Hozir men dunyodagi eng uzun kanatli yoniga kelyapman. Ya'ni bu yer Sunset Town deyiladi. Bunga nima deysizlar endi, do'stlar? Mana. Bu shimoliy tomoni. Hozir biz narigi orollarga chiqamiz. Mana bu tomondagi orollargacha boramiz. Kartadan ko'rsanglar bo'ladi, kartadan. Qaranglar, mana. Mana. Naryoqda orollar ko'rinib turibdi. Bu yoqlarga ham bir borib ko'ramiz, do'stlar. Urush kinolari esinglarga tushyaptimi, yo'qmi? E'tibor beringlar. Orollarni qaranglar, narigi tomondagi orollarni. Xullas, bu oroldan narigi orolgacha kanat ketgan. Mana shu kanatni qaranglar. Mana shu kanat ketgan. Bu yoqqacha ketgan. Dalshi narigi orolgacha ketgan. Biz 3 ta orolga boramiz aka. 3 ta orol. Akvapark bor. Akvaparkka ham bor, bu tomonda ham sizlarga ko'rsatamiz.
Shunaqa joylar. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. $300 ga 8 kunlik tur. Ya'ni garyashi tur. Bizlar sotib oldik $300 ga. Men hech narsaga tushunmayapman. Qanday qilib? Men 7 soat samolyotda uchdik. Xo'p, keldik. Bizni bir avtobus kutib oldi. Mehmonxonaga joylashtirdi. Mehmonxonada har kun ertalab zavtrak xohlagan ovqatingni yer ekansan. 8 kun mehmonxona bepul. Keyin ichida yana bir qandaydir bepul turlari bor ekan. Biz uni отказ qildik. Qayerlargadir borishdi. Biz o'zimiz Makskilda yuramiz deb отказ qildik. Keyin yana qaytarib olib borib qo'yar ekan, yana bepul samolyot uyga olib ketar ekan. Hammasi bu ichida 8 kun ichida $300 ekan bu. Qanday unday bo'lishi mumkin? Qanday unday bo'lishi mumkin? Shu Moskvaga bir borib kela olmaysiz $300 ga, borib ko'ring. Bu yerda 8 kun. 8 kun. Qanday unday bo'lishi mumkin? Bular tomi ketib qolgan. Qanday qilib $300 ga biz bir borib kelib samolyot ham bepul, bir 8 kun gostinsa ham bepul, yeb ichish ham bepul. Mana bu yerda biz aylanishga bir $100 ketyapti xolos, ja borsa. Tushunmadim borku. Bunaqangi joyda men ko'rmagan ekanman to'g'risi. Agar yana bir marta imkoniyat berilsa, men oilam bilan albatta kelaman. Va sizlarni ham taklif qilaman. Mana kelajakda bu yo'llar, mana bu zdaniyalar bekorga qurilgani yo'q. Kelajakda bu yo'llar hammasi to'lib ketadi va Nyu-Yorkka o'xshab qoladi bu yo'llar. Xuddi Amerikan Nyu-Yorkiga o'xshab qoladi. Bunaqalar bekorga qurilmayapti. Zdaniyalar. Olim aka, ko'pchilik ishonmayapti-da. Qanday unday bo'lishi mumkin? $300 ga 8 kun. Mana biz keldik. 8 kun mobaynida bo'lishi mumkinmi? Moskvaga shuncha ketadimi masalan? Moskvaga ko'p ketadi. Juda zo'r. Haqiqatdan ham kelish kerak. Qanday chiqaryapti bular pulini? Biz samolyot bepul, $300 ichida 8 kun gasinsa, yeb ichar, kelish, ketish, samolyot. Aha. Yana nima kerak? Aeroportda gasinsaga bepul olib kelib qo'yadi. Aeroportdan kutib olish va aeroportga kuzatib yuborish hammasi ichiga kiradi. To'g'rimi? $300 ichiga kiradi. Ya'ni mumkin emas. Qanday chiqaryapti? Biz ham hayronmiz, lekin mana biz yuribmiz. To'g'rimi? Adashib qolganmiz yo'q, boshqa bo'lgani yo'q. Zo'r. Qoyil qolish kerak. Ya'ni aka. O'zbekistondan arzon ekan bu yerda, yeb ichari ham hamma. Moskvaga hatto borib kelishlaring O'zbekistondan bundan ko'p pulga tushadi. Faqat borib kelish. Hali 8 kun yashash emas, mehmonxona emas. Prosta borib kelishlaring, bir marta bir kunga borib kelishlaring. Mehmonxona ham 5 yulduzli. 5 yulduzli mehmonxona. Hamma sharoitlar. Bepul basseyn. 100 ga 200 degan basseyni bor-da. Mana aka, kiramiz endi mana bu yerga. Hojatxonasiga keldik. Hojatxonasida erkaklar mana bunaqangi bo'lar ekan, men ayollarda mana bunaqangi. Erkaklarda mo'ylovni belgisi, ayollarda labni belgisi bo'lar ekan. No. Shunaqa gaplar. Demak, Vyetnamda mana shunaqangi hojatxona bor ekan. Aptekalari ham bor, kasalxona, bolnitsalari ham bor hattoki. Olma aka, bilet olamizmi? Ticket counter. Mana, nima deyapti? Yarimda ketamiz, 5 ta qaytamiz menimcha. Aziz do'stlar, mana bu yerda plyaj bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar azizlar, mana shu yerga boramiz. Albatta borib aylanamiz. Uylarni qarang. Ular yuribdi. Hozir endi bir kofe zakaz qildik. Ko'ramiz endi. Qaranglar mana dekorativkani.
Qarang, juda ham did bilan qilgan-a. Mana stolchalarni qarang, kichkina stolchalar. Dekorativkani qarang. Mana bu yerda bu qandaydir monumentimi, nimadir-da, mana bunaqangi ritsarlarni nimasi ekanda bu yer. Ikkinchi etajini qarang. E'tibor markaziylarda Vyetnamda mashhur ikki sevishganlar uchrashadigan, ya'ni ikki sevishganlar uchrashadigan mana shunaqa ko'prigi bor. Ana shu yerga borishga harakat qilamiz. Internetda izlab ko'rasizlar, mana shunaqa joy, qaranglar. Bu tomondan keladi. Bu tomondan keladi. Harakat qilamiz o'sha yoqqa borishga. Qaysi biri jonli, qaysi biri jonsiz bilib bo'lmaydi. Bularni milliy sumkalari, milliy sumkalar olib ketish kerak ekan-a? Milliy sumkalari. Mana bu yer boshqacha bo'ldi, ha? O'sha yoqqa boramiz hozir. Boralamizmi? Orollarni qaranglar. Endi voy shunday yirtib olgan lekin arxitekturani. Shu buzilgan zdaniyani tepasi buzilganga o'xshatib qilgan, qaranglar. Xullas, terrasaga chiqib qoldik qanaqadir. Bu yerga hali o'sha yer bor-ku. O'sha sevishganlar burchagida, mana shu yer. O'sha yoqqa boramiz. Vaqtimiz yetmaydi lekin. Ertaga kelamiz bu yerga. Ertaga ham kelamiz albatta, ertaga kelib polni aylanib chiqamiz. Bu yerda aylanmasak bo'lmas ekan. Vaqt yarim soatcha qoldi, ulgurmaymiz aka. Yo'q. Ha, pastga tushamiz hozir. Zo'r ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Milliylik g'ururini qarang. Uni qarang, o'xshatganini qarang. Ularda mana shunaqangi hamma joyga chizilgan.
Qaranglar buni patologlargacha. Bu tomonni qarang. Bo'lishi mumkin emas-da. Dahshat ekan. Mana qarang. Rasmni qarang. O'zi ham o'xshatganini qarang bu rasmni. Dizaynni qarang. Shunaqa ham dizayn bo'lar ekan. O'zi vyetnamliklar Xitoyga o'xshaydi, tuzilishidan Xitoyga o'xshaydi, lekin inglizcha yozar ekan bular. Gapirishi xuddi xitoyliklardek. Men ajrata olmadim. Talaffuz juda ham qiyin, hierogliflar bilan gapiradi. Qiyin ekan, juda qiyin ekan bular tili. Mana aziz do'stlar, ertalab pastreyna bo'ladi bularga. Mana u nimadir qilyapti mana u. Shu mehmonxona qandaydir bir mehmonxonaga ertalab pastreyna bo'lyapti. Pastreynada yo'riqnoma berib o'tilyapti, ya'ni instruktaj. Qarang, mana zdaniyani orqasiga bitta daraxt ekkanini qarang, ey bular. Yo'q joyga. Yo'q joyga daraxt ekib qo'yibdi bular. Shu daraxtni qarang, kesmaganini qarang. Qoyilman. Orqa tomoniga mana bunaqangi daraxtlar ekkan. Mana geniy bor-ku bular, geniy bular. Qurilishda ham buni qarang, bu dekorativgani qarang. Oldiga borsa yuradimi? Ha, oldiga borsa yuradi, bo'lmasa to'xtab turar ekan. Ha. Mana e'tibor beringlar, mana bu to'xtab turadi. Qachonki bu yoqdan odam kiysagina yurishni boshlaydi. Endi bilmadim, kontentni qanaqasi bo'lyapti, qay darajada kontent qila olyapman, albatta kommentariyada qoldirasizlar. Jiva ishlar bo'lsa, Fukuokka kelinglar. Fukuokdan tashqari Vyetnamda Nechang bor, Nechang. Keyin Hanoy bor, Ho Chi Minh, ya'ni Saygon bor. Ular Saygon deyishadi, aslida Ho Chi Minh. Va Hanoy, Vyetnamning poytaxti Hanoy. Shunaqa joylari bor. Belgini qarang, mana belgi, mana shu yerdan kirasan deyapti. Mana belgi. Kanatga shu yerdan kiramiz. Bak, извините. Sorry. O'zimizdanmisiz? Kechirasizlar. O'zimizdan ekan. Bo'lgan sevgimni dunyoni bilmassan ham bandasan yaratgan yolg'iz ol. Mana shunday qanatga очередga turgan paytida Yevropalarda, mana shunday chet davlatlarga borgan paytda birinchi o'rinda navbat kutish tartibini bilishimiz kerak. Mana shuncha oldimda odam bor. Qayerga shoshamiz? Shoshib. Baribir boramiz-ku, navbat, spokойно navbat kutib. Mana oldimda odam bor. Bular navbatni yaxshi ko'radi. Bular shunday xalq. Navbatni buzish bular uchun bir qandaydir bir befarosatlik hisoblanadi bular uchun. Shuning uchun chetga chiqsangiz, avvalambor navbat kutishga e'tibor bering. Mana oldimda ko'ryapsizlar, mana shuncha navbat. Mana bu yerdan joy bor edi, masalan, o'tib qaytaman desam, joy bor edi. Mana bu yerdan joy bor edi, orqa tomonda joy bor edi. Yo'q, kerak emas.
Buning uchun sizlardan iltimos, chetga chiqqanda Rossiyada bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham navbat kutish tartibiga rioya qilishingiz kerak. Mana. Mana qaranglar, mana. Birovni kutgani yo'q, birovga jahl qilgani yo'q, baqir-chaqir qilgani yo'q. Xullas azizlar, biz qanotga chiqish jarayonidamiz hozir. Mana yo'laklar juda sodda tuzilgan. Birorta bir aqranani ko'rmadim hatto. Biror dona melisani ko'rmadim, qo'yilay. Shunaqa ham bo'lar ekan, shunaqa tinch joy ekan bu. Mana bu yerda rasm tushadigan joylar bor. Mana unaqa qilib qo'yib, rasmga qo'yib beradigan joylar. Odamni qarang. Yana kelgisi keladi bu yerga. Bir marta keling, yana kelgisi keladi agar. Bir kelib ko'ring, ishonmasangiz meni aytdi deysiz. Mana. O'ting. Ana. Nega qaytmayapman? Rostdan ham sevsam, nega sog'inyapman? Agar sevmasam, senga bo'lgan sevgimni dunyoni bilmasam ham, bandasan yaratgan to'g'ri bo'lyapti lekin aka. O'zlardan bugun diydor ketmoqda yurak, bizlarga o'z